Qanday qobiliyatsizlik? Kim meni orkestrim bilan bunday yoqimsiz ovozlar chiqaryapti? Bu sizlarmi deylar? Bu biz ishimiz emas, shu uchun uyga qayta qolaylik. Ha, yaxshi fikr. Ha, shu ikkalasini ishi. Shu ikkalasi dedim-ku. Demak, bu salla ekandi. Bu yana qanday hujum bo'ldi? Jin ursi. Ko'rasanmi? Ahmoqmisan? Ularga chap berishing kerak edi. Bu notalar axir bomba-ku. Ayniqsa pauzalarga e'tibor ber. Ularga ilinib qolma. Agar tegsang to'xtab qolasan. Hammasiga chap berishimiz kerakmi? Lekin bu bombali do'zaxdan qanday qilib qochib qutulamiz? Oltinchi simfoniya. Astral jin ursan. Bu sho'li dalasimi? Uyga ketgim kelyapti jin ursan. Diqqat, hozir notalar bizga qarab uchib keladi. Bu sholi dalasi emas. O'lib ketlaring la'nati cho'chqalar. Sizlarga deyishiga yo'l qo'ymanglar. Tezroq yugurishga harakat qilaman, lekin oyoqlarim botib qolyapti. Onasini ensin. Lapashang! Endi o'l jin ursan. Chuchu, 6-platformaga poyezd kirib kelyapti. Ring-tong, ring-tong. Osolami, osolami. Nima baloni kuylayapsan, bas qil. Bu qo'shiq men haqimda bo'lish kerak. Judayam sekin. Konsertimizda qizdirish kerak. Tezlikni oshiramiz. O'llari. O'l, o'l, o'l. Ayrachanga gap yo'q. U hammasiga chap beryapti. Qani bo'la qol, hayratlanishga vaqt yo'q. Sen ham shunaqa chap berishing kerak. Voy! Ovozimga nima bo'ldi? Buni hoziroq tugataman. Jimursin bo'sh bermadi. O'l, 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 o'l. O'llaring jin urgurlar. Men g'amurlamayapman. Ahmoq lapashang, pauzalardan ehtiyot bo'l degandim-ku senga. Va u o'ldi. Taqdir ko'rasanmi? Jin urgur qo'rqoq. Bu yo'lga tushib men bilan jang qil.
Shiratori xonim juda ham ajoyib. Uloqqa olchi Nurgun. Men haddan tashqari kuchsizman. Juda ko'p kuchli raqiblar bilan jang qildim. Shuning uchun ozgincha bo'lsa ham kuchliroq bo'ldim deb o'ylagandim. Lekin unda emas. Men doimgidek kuchsizman. Yig'lashga topgan vaqtingni qara. Ko'tingni ko'tarib ishga kirish. Ritmni his qil, ritm bo'yicha harakatlan. Bu uzoq davom etadiganga o'xshaydi. Keyin bu shallaqi qachongacha qochib yurishini bilmaymiz. Ularning ijrosini tushunishing shart emas. Menga nima bo'lsa ham farqi yo'q. Bilgan har bir musiqani esla. Va uni ritmidan tanani harakatlantirish uchun foydalan. Senga aytish oson. Men umuman musiqa tinglamayman, shuning uchun hech qanday qo'shiqni bilmayman ham. Shoshma. Yaqinda musiqa tinglagandim-ku. Undan juda ta'sirlandim. Va uni ritmiga tushdim. Yugur bilan bizdan qutulib qola olmaysan. Nima qilish kerak o'zi onasini emsin? Sochimni cho'zsam, notalarga tegib ularga yetib bormaydi. Dalani ancha qismi allaqachon haydalgan ko'rinadi. Albatta seni yugur sharofating bilan. Va mana tamom. Qani olg'a! Takakura-sama. La'nati chumoli. Ol. Qo'llaring jirursa. Bu chumolni jirkanch ritmidan nafratlanaman. Qanday yoqimsiz ritm. Ovchi ruhi! Xo'sh, janoblar. O'yin kulgu qilamizmi? Qo'y, tezroq ularni yo'q qil. Menga buyruq berma, la'nati mushuksimon cho'chqa. Nima deding? Menga gap qaytarishga qanday jur'at etding, la'nati mushukqa? Zerikarli. Befoyda! Endi notali o'qlaring bizga qarshi ish bermaydi. Qilinglar yoqatsiz ahmoqlar. Ana endi men chindan ham jahlimni chiqardinglar. Endi aniq o'ldiraman. 9-simfoniya. Qor ansambli. Nicht diese Töne, sondern lasst uns angehen.
Götter von Tempels aus Elysium. Wir betreten Feuer einen Zauber, die Modestreng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, oder ein sanfter Flügelteil. Bular nima balo o'zi? Bular shunchaki chalg'itish uchun. Ular bilan ovora bo'lmanglar. Musiqachilarni yo'q qilinglar. Ha, lekin ular qayerda? Ular anu bahaybat orqasidagi sahnada. Hoy, iflos qo'llaringni mendan tort. Jinorsar umuman qimirolmayapman. Ular juda ham ko'p. Agar shoshilmasang, ezilib o'lasan. Taqqa ko'rasanmi? Qo'lingizni bering. Ayrachan, Bularni menga qo'yib bering. Musiqachilarni yo'q qiling. Bilaman. Lekin men faqat 2 marta to'liq kuchimni ishlata olaman. U yaramaslar esa 5 ta. Bir sakrashda 5 ta harakat almashishi. Bu men uchun juda oson bo'lardi.
Demak, shuni nazarda tutgan ekansan-de. Basta! Ularni yengdikmi? Shiratori xonim. Ahvoling yaxshimi? Yaxshiman, rahmat. Sen bo'lganing uchun ularni yenga oldim. Kattakon rahmat. Unaqa emas. Men sizdan o'zing judayam zo'r harakat qilding. Qani bironta yoqimli so'z ayt. Doimgidek. Sizlarga o'rgatib turganim uchun uddaladinglar ikkalovinglar ham mendan minnatdor bo'lishinglar kerak. Ha? Sen ham shu yerdamading? Shunchalik kichkinaligingdan seni payqamabman. So'nggi so'zlaringni aytib qol, shallaqa. Bu yoqdan chiqishing bilan o'lasan. Rahmat tezkor buva. Bu ritm hissini endi tushungandekman. Ajoyib dars bo'ldi. Hey, o'zingdan ketma. Hozirgi tushunganlaring qulog'imni kirchali ham qadrli emas, mishqi. Bular haqiqiy kuchimni arzimas bir qismi xolos. Xo'sh. Anavi yigitlar kim edi o'zi? Shunchaki shaklga kirgan ba'zi fikrlar. Musiqa xonasidagi portretga qaragan har bir kishining qo'rquvi haqiqiy ko'rinishga ega bo'ladi. Tungi soat 2 da pianino chalsang, ulagani paydo bo'ladi. Agar ular seni o'ldirsa, haqiqiy hayotda ham o'lasan. Qaytib pianino chalmayman. Qo'y mushuk. Bu maktabdagi arvohlar haqida qayerdan bilasan? Bizani bu yo'lga o'ldirgani olib kelganmiding? O'zi doim sizlarni qanaqa qilib o'ldirsammikin deb o'ylayman. Mishqila. Voy. Xullas, yana bir bor Hayashi guruhini chaqirishimiz kerak. Yovuz ko'z shubhasiz bizga qarshi turish uchun nimadir rejalashtiryapti. Biz endi bardosh bera olmaymiz. Bu haqda o'ylashni istamayman-ku. Lekin kimdir o'lishi mumkin. Jeji, Seiko xonim yoki Momo xonimni o'ldirmoqchi emassan, shundaymi? Bu ahvolingda ota-onang bilan ham yashay olmaysan. Ertaga ruhni haydash marosimini o'tkazamiz. Men allaqachon Hayashi guruhidan kelishini so'ragandim. Shoshma, to'xta. Buni o'zingcha hal qila olmaysan. Marosim duolarini o'zim o'qiyman. Buvi, biron narsa deng. Uni oilamizga qo'shaman degandingiz-ku. Jiji ham ruhiy kuchini boshqarishni mashq qilyapti. Buvi, biron narsa deng. Enjoji Jiji, tashqariga chiq. Okarun? Okarun, nima gap o'zi? Aniqrog'i, bunaqa kech bo'lganda u bilan nima qilayotganding? Shiratori xonim, iltimos suv. Xo'p. Hoy, nima qilmoqchisan? Hech kim bunga aralashmasin, iltimos. Chunki hozir Yovuz ko'zni adabini berib qo'yaman. Okarun, endi rostdan ham asab ketyapsan. Bu o'yin emas. Nima meni g'azablantirganini bilasanmi? Yovuz ko'z senga hujum qilgani. Bu rostdan ham jahlimni chiqardi. Avvaliga biror ilojini qilamiz deb o'ylagandim. Ammo Yovuz ko'z chindan ham xavfli.
U yovvoyi va ayyor. Uni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Lekin Ayasi xonim sizlar yovuz ko'zni qabul qilishga urinyapsizlar. Bu haqiqatdan ham bema'nili. Va bu haqiqatdan ham Aql bovar qilmaydigan darajada zo'r. Shuning uchun o'z ojizligimdan g'azabim kelyapti. Qasam ichaman Jiji. Yovuz ko'zni qutqarish haqidagi chaqirig'ing javobsiz qolmaydi. Va seni duelga chaqiraman. Janob Takakura, iltimos tinchlaning. Jijidan yovuz ko'zni quvib chiqarishga qaror qildik. Yovuz ko'zga qarshi kurashishning hojati yo'q. Manjiro. Yigitchani so'zlari yurakdan chiqyapti. Uni uyaltirma. Takakura. Buyrug'ing bilan. Momochan, chetra o'tir. Okaru senga ishonaman. Unga yordam ber. Albatta. Dan. Davomi bor. Siz sevgan animelarni Aniblada birinchilardan bo'lib tomosha qiling. Ovoz berishda ishtirok etganlar: Grem, Yami, Jinx, Capone va Natsu. Rejissor Asrbek Xolmirzayev, tarjimon Agera va Time ustasi Sado. Mani past baholamanglar. Sizlarni istagan paytim o'ldirishim mumkin. Xuddi shu uyga o'xshab sizlarni yer bilan bitta qilaman. Qo'y, qorning och, to'g'rimi? Kechki ovqat tayyor bo'lgunicha shuni ye. Eng zo'risan. Keyingi qism men uyni qayta qurmoqchiman. Sen esa yordam berasan.